Bismillahirrohmanirrohim. Bisharatu waladin, bola haqidagi xushxabar. Va ajaballohu du'aahu. Alloh taolo uning duosini ijobat qildi, Zakariya alayhisolamning duosini. Va tawajjahat ilayhi al-bisharatu biwaladin solihin qaruba zamanu wiladati. Tug'ilish payti yaqinlashib qolgan solih bola haqidagi xushxabar Zakariya alayhisolamga tavajjaha yo'l oldi degani. Va xuliqal insanu min ajal. Inson shoshqaloq holda yaratilgan ekan. فطلب أمارة على إمكان هذا الحدث الكبير وقرب ظهوره. Endi Zakariya alayhisalom mana bu katta hodisa mumkin ekanligiga va uni zohir bo'lishi yaqin qolganligiga bir oyat alomat talab qildi. Zakariya alayhisalom aytdiki, nima dedi? Endi baribir inson bo'lganligi uchun, shoshqaloq bo'lganligi uchun biror bir oyat alomat talab qildi. Faqala, Alloh taolo aytdiki, Robbi ja'alli aya. Alloh taolo oyatda aytayaptiki, Zakariya alayhisalom aytganda, Robbi ja'alli aya. Parvardigorim menga oyat alomat bergin. Qala ayatuka alla tukallima an-nasa thalathata ayyamin illa ramza. Alloh taolo aytadiki, seni oyat alomating insonlarga 3 kun gapirmasligingdir. Illa ramza, illa imoyi ishora bilan. Wadhkur robbaka katiran wa sabbih bil ashi wal ibkar. Parvardigoringizni ko'p zikr qiling va kech va erta Alloh taologa tasbih ayting. Alloh taoloni poklang, sabbih degan. Hop, o'zi nima dedi? Shunda aytishadiki, Zakariya alayhisalom insonlarga umuman gapira olmay qolgan. Soqov bo'lib qolgan. Faqatgina nima imo ishora bilangina insonlar bilan gaplasha olgan. Lekin zikrga kelganda tillari gapira olgan. Ya'ni zikr qilayotgan paytda tillari burilib bemalol zikr qilganlar Alloh taoloni, lekin insonlar bilan gapirayotganda esa so'qov bo'lib qolganlar. Mana shu Alloh taoloning bir oyat alomati bo'lgan. فالقادر الذي يستطيع أن يسلب خواص الأشياء فيجعل اللسان الناطق أبكما لا يستطيع أن يتحرك بكلمة يستطيع أن يودع ما شاء من مخلوقاته ما شاء من خواص صديق. Endi aytayaptiki, xos narsalarni olib qo'yib, gapiradigan tilni so'qov qilib va biror bir kalima bilan ham harakatlana olmay qoladigan qilib qo'yishlikka qodir bo'lgan zot, shunaqa qodir bo'lgan zot, maxluqotlaridan xohlagan narsani xos kimsalardan xohlagan narsasiga berishlikka qodirdir. Endi xo'p, mancha bo'lsa yaxshimidi deb endi o'ylayapman. Muhimi mana uni deymizda. Demak, aytyapti, xos narsalarni tortib olishlikka qodir bo'lgan zot maxluqotlardan xohlagan narsasini xos o'zi Alloh taoloning xos zotlardan xohlagan kimsasiga berishlikka qodirdir deymiz. Yudia bu yerda avda yudia omonat topshirish deyiladi. Ya'ni Alloh taolo birovdan tortib olishlikka qodir-u, xuddi shunday qodir bo'lgan zot berishlikka ham qodir demoqchida. Mana aytayaptiki, wal qawiyul ladzi yastati'u an yamna'a yastati'u an yu'tiya. Man qilishlikka qodir bo'lgan kuchli zot berishlikka ham qodirdir deb aytayapti. Ya'ni Alloh taolo misol uchun nima deydi? Insonlar vafot etganda Alloh taolo olib qo'yadi. Shunaqa bo'lgan zot yoki tepada o'zi misoldan oyat alomat bo'lgandek, Alloh taolo misol uchun Zakariya alayhisalomni nima gapira olar edi. Lekin mana shunaqa gapirish xususiyatini Alloh taolo u kishidan olib qo'ydi. Xuddi mana shunday bir narsani olib qo'yishlikka qodir bo'lgan zot bir narsani berishlikka ham qodirdir deyapti. Mana shunaqa bir Zakariya alayhisalomga bo'lgan bir alomat ekan. Hop,